Hammaga salom. Bugun o'sha mashhur Faloq nashr tomonidan chop etilgan 3 ta kitob haqida sizlar bilan gaplashamiz. Faqat bu safar kitoblar ichida nima bo'lgani haqida emas, kitobni o'qib bo'lganimdan keyingi fikrlarim haqida ham bo'lishib olmoqchiman va ichidagi hodisalar haqida ham bo'lishaman. Birinchisi, o'sha mashhur Binafsha shu'lasi kitobi. Bu kitobni o'qiganimda men o'zimiz hayotimizda bo'ladigan hodisalarga o'xshatdim. Masalan, odamlar har kuni tush ko'radi. O'shanda har xil holatlarga tushadi, ma'lum bir vaqtga. Xuddi o'sha tushda yashayotgandek bo'lasiz, uyqudan uyg'onmaguningizcha. Har xil vaziyatlarga tushasiz. Birda yosh, birda qari, birda xursandchilik, birda qayg'u, birda qo'rqinchli hodisalar ro'y beradi. Xuddi shunga o'xshab, kitobda ham Hayo ismli 12 yoshli qiz har kitob o'qiganida har xil hayotda, har xil inson tanasida, hattoki gul va qush tanasida ham yashab ko'radi va 18 yoshigacha hayotiy tajribalarga ega bo'lib, umuman kitob o'qishni yoqtirmaydigan qizdan o'qimishli qizga aylanadi. Men sizga bu kitob haqida qancha ta'rif aytsam ham baribir olib o'qib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Aytishganlaridek, ko'p eshitgandan ko'ra bir marta o'qib ko'rgan afzal. Ikkinchi kitobimiz Fotimaning bolasi. Men bu kitobni o'qib shuni tushunib yetdimki, agar farzandingiz bilimda ham, o'zlashtirishda ham orqada qolmasligi uchun jon-jahdingiz bilan harakat qilsangiz, onalik mehridan hech qachon uzib, boshqa bolalaringizdan ajratib qo'ymasligingiz kerakligini, keyin hech qachon birovning farzandi bilan taqqoslash kerak emasligini va bu bolaga ich-ichidan ruhiy zarba berishini tushunib yetdim. Farzandli bo'lganingizdan keyin har tomonlama chiroyli tarbiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki farzand uchun onaning mehri birinchi o'rinda turadi har doim. Bu kitobni har bir balog'atga yetgan qizlarimiz va ona bo'lgan ayollarimiz o'qib ko'rishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Kelajakda Yusufning onasi Fotimadek xato qilib afsuslanib qolmasligingiz uchun. 3-kitobimiz Qulog'im senda qizim kitobi bo'lib, bu kitobni har bir yosh qizlarimizga va psixologga muhtojlik sezayotgan insonlarga tavsiya etgan bo'lardim. Chunki bu kitobni ichida sizni o'ylantirayotgan, xoh diniy, xoh dunyoviy savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, qisman bo'lsa ham javob topasiz degan umiddaman va bu kitobni kechiktirmasdan o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Agarda sizlarga bu videoim yoqqan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.